Assalomu alaykum. Tadbirkorlardan savol ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Ko'rsatuvimiz efirga uzatilgandan buyon bozorlarimizni raqobatbardosh mahsulotlar bilan to'ldirish, aholi daromadlarini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish istagida bo'lgan yurtdoshlarimizdan ko'plab savollar kelib tushishda davom etmoqda. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida ham tadbirkorlikka oid ko'plab savollarga javob topishga harakat qilamiz. Hamkasbim Feruza Elmurodova bugun studiyamizga bir qancha mutaxassislarni taklif qilgan. Marhamat Feruza. Rahmat Dilshod, bugun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasidan vakillar tashrif buyurgan. Demak, ular bilan birgalikda mamlakatimizning turli hududlaridan tadbirkorlardan kelib tushayotgan savollarga birgalikda javob beramiz. Demak, dastlabki savol bilan tanishamiz. Marhamat. Alaykum, men Surxondaryo viloyatidan Saidov Saidali bo'laman. Savolim quyidagicha: soliq idoralari xodimlari naqd pul tushumi bo'yicha tadbirkorlik sub'ektiga tashrif buyurganlarda tadbirkorning sefi deymizmi, kassasimi, shuni kovlashga haqlari bormi? Ikkinchi savolim quyidagicha: soliq idoralari xodimlari kassa apparatini o'zlari olib, xohlagan summaga chek urib, shu bugun to'laysan, to'lamasang qisqa muddatli ketamiz deb kelsalar qonuniyatdan belgilanganmi yoki belgilanmaganmi? Javoblaring uchun oldindan rahmat. Demak, Surxondaryo viloyatidan tadbirkorimiz murojaat qilyapti. Savolni agar mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda davlat soliq xizmati organlari o'sha o'zlari nazorat kassa mashinasiga qanaqa chek urishi yoki deylik o'sha ularni xazinasidagi mablag'larni sanoqdan o'tkazishga haqqi bormi deb savol tushdi. Demak, davlat soliq xizmati organlari o'sha nazorat kassa mashinasini xotirasiga qanaqadir summalar kiritish vakolatiga ega emas. Hamda faqatgina qisqa muddatli tekshirish o'tkazish jarayonida nazorat kassa mashinasini urilgan cheklari va o'sha xazinadagi mablag'larni demak solishtirishi mumkin. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan nazorat kassa mashinasini xotirasiga summa kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi. Faqatgina qisqa muddatli tekshirish o'tkazish jarayonida demak o'sha xazinadagi mablag'lar hamda nazorat kassa mashinasidagi xotirasiga kiritilgan summalarni taqqoslash mumkin bo'ladi. Bu albatta bu jarayon ham tadbirkor guvohligida amalga oshirilishi kerak. Albatta, tadbirkor guvohligida amalga oshiriladi. Agar mana shunday holatlar kuzatilsa, tadbirkor kimga murojaat qilishi kerak? Demak, mazkur holatda tadbirkor albatta o'sha yuqori turuvchi davlat soliq xizmati organiga murojaat qilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat javobingiz uchun. Navbatdagi savol bilan tanishishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Men Vali va Muxlisa Toshkent shahridan litsey bitiruvchisiman. Sizlarga savolim bor edi. Men kredit olib go'zallik saloni ochmoqchiman. Kreditni qay tarzda olishim mumkin va bunga qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi? Bu qizimizga shunday javob bo'ladiki, bugungi kunda yosh jihatdan ham yoki soha jihatdan ham kredit olish uchun hech qanday chegara qo'yilmagan. U kollej bitiruvchisi bo'ladimi, litsey bitiruvchisi bo'ladimi, qonunchilikda o'rnatilgan tartibda davlat ro'yxatidan o'tib, bemalol tadbirkorlik faoliyatini boshlashi hamda o'rnatilgan tartibda kredit resurslaridan foydalanishi mumkin bo'ladi. Endi agar bu singlimiz keladigan bo'lsak, bemalol kredit olish uchun o'sha tumanda joylashgan banklarga murojaat qilishlari, albatta bu yerda ariza, biznes reja, hisob-kitoblar bilan aniq biznes reja bo'lishi kerakki, ertaga o'sha go'zallik salonini ochganda qanday nechta odam ishlaydi, ish haqqi qanaqa bo'ladi, uni xarajatlari bor, tushum prognozlari shu nuqtai nazardan biznes reja qilinadi hamda yuqorida ham aytganimizdek ta'minot masalasi. Shu go'zallik salonini ochish uchun qanday ta'minot turlarini taklif qilishlari mumkin bo'ladi. Ta'minotga keladigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekiston qonunchiligida ta'minotga bu ko'char, ko'chmas mulk, boyliklar, qimmatliklar hamda uchinchi shaxs kafilligi, sug'urta kompaniyalarining polislari va shunga o'xshagan garov turlari ta'minot sifatida qabul qilinishi mumkin. Mana Zafar aka prezidentimiz tomonidan ham alohida bir ta'kidlandiki, kredit olmoqchi bo'lgan odam tabiiyki qiziqadi. Uni qanday tartib qoidalari bor, garov borasida. Prezidentimiz tomonidan aynan shu narsaga urg'u berildi. Banklar tomonidan kerak bo'lsa har bir xonadonma yurib, o'sha aholini tadbirkorlik borasida bilimlarini oshirish, tadbirkorlikka jalb etish borasida alohida bir takliflarni kiritishni o'rtaga tashladilar. Bu borada banklar tomonidan qanday ishlar amalga oshirilyapti va nimalar nazarda tutilyapti? Dilshod aka, juda to'g'ri masalani ko'tardingiz. Davlatimiz rahbarining mana shu topshiriqlariga asosan, ya'ni tashabbuslariga asosan bugun barcha respublikadagi o'sha davlat ulushiga ega bo'lgan 9 ta bank hamda ularning respublikadagi 713 ta filiallari tomonidan mana shu jarayon boshlab yuborildi. Ular 2200 dan ortiq bu bank boshqaruvchilari, ularning o'rinbosarlari, kredit berish bilan bog'liq bo'lgan bo'lim boshliqlari barchasi Toshkentga chaqirilib,
Toshkentda o'qitildi, 5 kunlik seminar tashkil etildi. Ya'ni bu yerda kreditlashning soddalashtirilgan uslublarini qo'llash, foiz stavkalarini maqbullashtirish, garov ta'minoti masalalari hamda uyma-uy yurish mexanizmi bo'yicha ularga aniq yo'nalishlar berildi. Misol tariqasida keladigan bo'lsak, bugungi kunda barcha tijorat banklari tomonidan bir namunaviy xat loyihasi tayyorlandiki, ushbu xatda barcha fuqarolarga bu xat yuboriladi. Mana bu xatni men ko'rsatishingizni ham iltimos qilardim. Bu xatning mazmuni shundan iboratki, mana shunday chora-tadbir boshlandi. Ya'ni aholini tadbirkor qilish bo'yicha banklar sa'y-harakatni boshlab yubordi. Sizning xonadoningizga mana shu bankning aynan mana shu filiali biriktirildi mazmunda xat yozilgan. Anglashimcha bu shakldagi xatlar har bir xonadonga kirib borishi kerak. Har bir xonadonga kirib boradi. Mana bizning qo'limizda aniq hisob-kitob bor. Bugun respublikamizda 6 million 200 mingdan ortiq xonadon bor. Va yana bir qulaylik tomoni, mana hozir shu singlimizning savollariga ham javob bo'ladi. Mana shu ko'rinishdagi bukletlar tayyorlandi. Bu har bitta yo'nalish bo'yicha chorvachilik, parrandachilik, asalarichilik, tikuvchilik, go'zallik saloni bo'ladimi, shaxsiy tomorqada mahsulot yetishtirish bo'ladimi? Har bir yo'nalish bo'yicha alohida bukletlar tayyorlandi. Yo'nalishlari bu yaxshi. Nimalar nazarda tutildi? Nimalar kiritildi bukletga? Ushbu bukletni, masalan, bitta chorvachilik yo'nalishidagi bukletni mana qaraydigan bo'lsanglar, bu bukletning ichida nima bor? Bukletning ichida aniq hisob-kitoblar, bukletning ichida aniq bankka taqdim etiladigan hujjatlar ro'yxati, qabul qilinadigan ta'minot turlari, aniq hisob-kitob degani, masalan, bu yerda 4 ta qoramol olib, ya'ni sigir olib, olinadigan daromad hammasi aniq hisob-kitob qilingan. Masalan, bitta sigir narxi 2,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, hozir bozorda 4 tasi uchun 10 million so'm kredit talab etiladi. 10 million so'm. 10 million so'm hisobiga xarid qilingan 4 ta sigir o'rtacha bir kunda agar 30 litr sut beradigan bo'lsa, bu kam miqdorni hisoblaganimizda 30 litr sutni bugungi kundagi bozor narxi o'rtacha 60 ming so'm bo'ladi. 2 ming so'mdan hisoblaganimizga 1 litrini. 60 ming so'mga agar bir kunda bu sut sotilganda, bizning yana hisob-kitobimiz bor. Bir kunda qancha yem-xashakka, o'sha ish kuchiga, boshqa ketadigan xarajat mana 40 ming so'm deb hisob-kitob qilganmiz. Demak, bir kunda 20 ming so'm sof foyda. Bu endi qishloq sharoitida men o'ylaymanki, oddiy bu 4 ta sigir misolida aytayotganimiz. Demak, uyda o'tirib ham, uyda o'tirib, ya'ni bu uyda o'tirgan holda shaxsiy tomorqada o'sha hovlida sharoit bo'ladigan bo'lsa, bunga o'xshagan hisob-kitoblarimiz juda ham ko'p. Bu masalan, mana quyonchilik. 100 ta quyon oladigan bo'lsa, bitta quyon 1 yilda o'rtacha bitta quyon 5 tagacha ko'payishi mumkin. Bu degani 100 ta xarid qilingan quyon 1 yildan keyin 600 ta bo'ladi. Shuningdek, buni terisi hamda go'shti juda ham eksportbop mahsulot hisoblanadi. Qo'shni davlatlardan juda ko'p davlatlar quyon go'shtiga talab borligini bildirishgan. Demak, bu tadbirkorlar agar shunday mahsulotlarni yetishtirsa, bugungi kunda talab bor sotishga. Albatta talab bor. Shuning uchun ham biz bu bukletni, mana Dilshod akam to'g'ri aytdilar, ichidagi bor informatsiya bu oddiy aholi uchun qilingan. Yana bir uzr gapingizni bo'ldim, yana bir narsa o'ylantiradi. Aytaylik, kichik bir xonadonda chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi. Mana shu xonadon egasi kredit olishi mumkinmi? Albatta kredit olish. Agarda kredit oladigan bo'lsa, qoramolni bozordan naqd pulga sotib olish kerak bo'ladi. Endi Dilshod aka, bitta masala bu yerda gap kreditni berayotganda biz albatta naqd pulsiz hisob-kitoblardan foydalanamiz. Mana shuni nazarda tutganim uchun shu savol beryapman. Tushundim, men savolingizni tushundim. Barcha tumandagi agar chorvachilik misolida oladigan bo'lsak, fermerlarga topshiriq bo'ladi. Fermerlar naqd pulsiz hisob-kitoblar o'tkazish yo'li bilan, ya'ni fermerdan shartnoma, o'sha 2 ta qoramol bo'ladimi, 10 ta qo'y bo'ladimi, 100 ta parranda bo'ladimi, buni shartnomasini fermer beradi va fermerga pul o'tkazish yo'li bilan bank pulni o'tkazib beradi. Bu yerda naqd pul bilan hisob-kitob qilishga hojat qolmaydi. Demak, shu maqsaddagi fuqaro bozorga emas, ma'lum bir fermerga murojaat qiladi, fermerdan molni xarid qilib olishi mumkin. Molni xarid qiladi va ikkinchi masala bo'ladi. Ertaga buni mahsulotini realizatsiya qilish masalasi ham turadi. Chunki ertaga odamlar ikkita mol olgandan keyin kreditni qoplash uchun ham ertaga uni sotish masalasi bo'ladi. Bunda ham yana o'sha fermerlar yoki tumandagi tadbirkorlar amaliy yordam beradi. Albatta bu sut bo'ladimi, qaymoq bo'ladimi, smetanami farqi yo'q. Nima mahsulot bo'lganda ham o'sha tumandagi tadbirkorlar, fermerlar uni
realizatsiyasiga ham o'sha oddiy xonadon a'zolariga yordam berishadi. Yana bir jihati, go'sht uchun boqiladigan parrandalari bor, jonivorlar bor. Bu borada kredit muddatlarida qandaydir o'zgarish bormi? Yoki kredit olgandan keyin oyma-oy to'lab borish kerakmi? Agarda go'sht uchun yetkazadigan bo'lsa, ma'lum bir vaqtni talab qiladi bu narsa. Buni to'g'ri aytyapsiz. Har bittasini hisob-kitobi bor Dilshod aka. Har bitta yo'nalish o'zgacha. To'g'ri aytyapsiz. Masalan, qoramolga yoki masalan quyonga quyonni oladigan bo'lsak, ham ma'lum bir vaqtdan keyin yetiladi. Mana misol uchun aytyapman, quyon uchun kreditlar 3 yil muddatga 6 oylik imtiyozli davr bilan. Ya'ni 6 oy davomida faqat foiz to'lanadi, asosiy qarz to'lanmaydi. Asosiy qarz 6 oydan keyin boshlanadi. Misol uchun bizda mevali daraxtlarni ham ekish mumkin. Bu shaxsiy tomorqada faqat chorvachilik, parrandachilik emas, kimdir mevali daraxt ekib 3 yildan keyin yoki 5 yildan keyin hosil olishi mumkin. Bu holatda albatta muddati imtiyozli davri suriladi. 2 yil yoki 1 yil davomida imtiyozli davr beriladi. Shu jihatlar ham inobatga olingan. Albatta bu jihatlar hammasi inobatga olinyapti. Bugungi kunda hozir Markaziy bank tomonidan o'sha bank qonunchiligining qaysi hujjatlariga o'zgartirish kiritish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu tadbirlardan kelib chiqqan holda. Bular bo'yicha hozir takliflar tayyorlanyapti, chunki bir qator instruksiyalarimizga o'zgartirish kiritishga to'g'ri keladi. Yangi yo'nalishlar kiritilyapti. Hamda o'ylaymanki, asosiy maqsad yuqorida ham aytdik, butun barcha aholini tadbirkorlikka jalb qilish. O'ylaymanki, hozir bizni kuzatib turgan ko'pgina tomoshabinlarimiz tadbirkorlikka oid kerakli ma'lumotlarni olishdi. Agarda muhtaram teletomoshabinlar, sizda ham mana shu kabi savollar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz albatta bu kabi savollarni mana shu kabi mutaxassislar davrasida muhokama qilishga harakat qilamiz. Bizda esa navbatdagi savol, marhamat, savol bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Men tadbirkorman. Tak, оборудование olib keluvdim. Chet eldan 24-36 Adliya vazirligining yo'riqnomasiga asosan hamma hujjatlarni taqdim qildim, lekin qo'shimcha tarzda Vazirlar Mahkamasining 1995-25 payda 181-qaroriga asosan Sog'liqni saqlash vazirligidan bu оборудованиеga ruxsatnoma kerak ekan. Bu men agar ushbu mahsulotni sog'liqni saqlash niyatida emas, boshqa maqsadda ishlatishim mumkin-ku. Shu narsa shartmikin? Ikkita qaror bir-biriga zid emasmikin? Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. Mazkur savolga javob berishdan oldin tadbirkor tomonidan aynan qaysi jihoz olib kirganligi, shuningdek qaysi idora tomonidan ruxsatnoma talab etilayotganligiga aniqlik kiritish lozim bo'ladi. Aytib o'tildi, 24-36 bu Adliya vazirligida 2013-yil 20-mart kuni 24-36 sonli son bilan ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirishda import va bojxona boji va qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadigan texnologik jihozlar ro'yxatini tasdiqlash haqidagi qaror o'z nomi bilan o'sha olib kirilgan jihozga nisbatan bojxona boji va qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilishni nazarda tutadi. Shuningdek aytib o'tildi, o'sha Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 25-maydagi 181-sonli qarori bu qarorning asosiy maqsadi Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibida dorivor vositalar va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasini tashkil etishdan iborat. Ushbu qaror bilan mazkur boshqarmaga asosiy vazifalardan biri etib o'sha tibbiy texnika sifatini nazorat qilish vazifasi yuklatilgan. Endi savolga qisqacha qilib javob beradigan bo'lsak, ushbu holatda agar tadbirkor haqiqatan o'sha olib kirgan tovarni aynan qaysi jihozligini aniq berganda edi, bu savolga biz o'sha ro'yxat asosida biz javob bera olardik. Rahmat javobingiz uchun. Bizda navbatdagi savol yozma tarzda kelib tushgan Abror Rafiqov ismli tadbirkorimizdan. Artel mahsulotlari va mebellarni chakana savdosi bilan shug'ullanardim. Narx-navoni dollarga belgilashadi. Naqd pulga boshqacha pul o'tkazishda 79% ga hisob-kitob qilishadi. Shu to'g'rimi? Artel o'zimizda ishlab chiqariladi-ku. Dollarga sotish to'g'rimi? Bu yerda men tushunishim bo'yicha o'sha Arteldan, demak ishlab chiqaruvchi korxonadan mahsulot xarid qilinganda, demak hisob-kitoblar bu yerda ulgurji ko'rinishda amalga oshiriladi va demak bunda hisob-kitob naqd pulsiz, ya'ni naqd pulda emas, naqd pulsiz ko'rinishda olib borilishi kerak. Mahsulot xarid qilinganda, demak narxlarni o'sha qanaqadir tartibda o'sha o'zgartirish holati bu albatta qonunga zid, ya'ni o'sha o'tkazilgan mablag'ga nisbatan 79% hisoblanishi
bu albatta qonunchilikka zid hisoblanadi. Bunday holatlarda demak davlat soliq o'sha xizmat organlariga va o'sha boshqa tegishli mutasaddi vazirlik idoralariga murojaat qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Valyutani tartibga solish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida aniq qilib yozilgan O'zbekiston Respublikasi hududidagi hisob-kitoblar barchasi milliy valyutamiz so'mda amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Mustasno holatlari bor, lekin bu mustasno holatda bu artel kirmaydi. Ya'ni milliy mahsulotimiz bunga kirmaydi. Milliy mahsulotimiz bunga kirmaydi. Rahmat javobingiz uchun. Biz esa navbatdagi savol, marhamat, tanishamiz. Assalomu alaykum. Men Sirdaryodan Hamidov Mirzohid akam bilan tadbirkorlik qilamiz. Ya'niki yakka tartibdagi tadbirkor. Hisobimizdagi, ya'ni elektronniy shotimizdagi pulni korporativ kartamizga tushirib, O'rizor savdo karvon bozoriga oziq-ovqat mahsulotlari olish uchun borganimizda, masalan, bitta do'konga kirib, masalan, import tovar, o'zimizda ishlab chiqarilgan tovarlar bor. Umumiy hisobida 10 million so'm miqdorida tovar olsak, o'sha 10 million so'mlik tovarga masalan 5 million so'm naqd pulda, 5 million so'm plastik kartamizda pul bersak, 5 millionimiz ustiga 15 yoki 18% ustama qo'yib, ya'ni ki 5 million so'mimizni 5 million emas, 6 million qilib yechib olishyapti. Biz bundan qanday foyda topamiz? Kim buni kontrol qiladi? Bu holat qachongacha davom etadi? Masalan, mendan 18% ustama qilib pulimdan qo'shib yechib olgandan keyin men qanaqa foyda qilaman? Ishchimga oylik to'laymanmi? Davlatga nalog to'laymanmi? Patent to'laymanmi? Arenda to'laymanmi? Mahsulot olib kelamanmi? Yo 200 million, 300 million tikkan pulimga yopib boramanmi do'konni? Davlat qanchalik zarar ko'radi? Kim buni hisobga oladi? Shunga aniqlik kiritib bersanglar, javoblarni kutib qolaman. Rahmat kattakon. Ko'plab tadbirkorlarni o'ylantirayotgan va kelib tushayotgan savollardan biri. Demak, mazkur holatda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 119-moddasiga asosan o'sha plastik kartochka orqali to'lovlarni qabul qilishni asossiz ravishda rad etish holatlari bu savdo qoidalarini buzish sifatida qaraladi va shu Soliq kodeksining 119-moddasiga asosan eng kam shaxsining 100 baravar miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Agar ushbu harakatlar jarima qo'llanilgandan keyin 1 yil ichida sodir etiladigan bo'lsa, bu eng kam shaxsining 200 baravar miqdorida jarima solinishiga olib kelishi mumkin. Mana shunday holatda tadbirkorlar o'sha paytning o'zida kimga murojaat qilishi mumkin? Albatta, davlat soliq xizmati organlariga. Assalomu alaykum. Mening savolim shundan iboratki, men Amudaryo tumanida yakka tadbirkorman. Bank xodimlaridan kelib, plastik kartochkadan falon so'm pul topshirasan, naqd puldan falon so'm pul topshirasan degani to'g'rimi? Endi agar bankka pul topshirish masalasi keladigan bo'lsa, u tadbirkor o'sha kunlik tushumini albatta bankka topshirish kerak. Uni plastik kartochkada ma'lum miqdor naqdda degan narsa yo'q. Chunki o'zi plastik kartochkadan amalga oshirilgan to'lov avtomatik ravishda u bank hisob raqamiga tushadigan mablag'. Unga hech qanaqa reja qo'yilmaydi. Naqd pul tushumi bu o'sha soliq organlari bilan birgalikda har oylik tushumiga qarab o'rnatilgan prognoz ko'rsatkich hisoblanadi. Shunga qarab naqd pul tushum prognozi belgilanadi. Rahmat javobingiz uchun. Demak, bizda navbatdagi savol. Men Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan kollejni bitirgan yosh yigit bir yildan beri bozorga o'tirib magazinga savdo qilib turgan paytda soliq xodimlaridan kelib noqonuniy tovarlarni mashinaga bosib hech qanday ro'yxatsiz olib ketgan. 10 kundan keyin ro'yxat kelyapti, ro'yxatning oxiri yopilmay, xo'sh, olib ketgan narsadan 50% ko'rsatilgan, 50% ko'rsatilmagan. Shunga savolga javob berishni so'rayman. Agar mazkur holatda hozir aytilib, tovarlarni olib ketib, qanchadir muddatdan keyin qanaqadir o'sha ro'yxat keldi deyildi. Ro'yxatda demak, mahsulotlarning yarmi yo'q. Yarmi yo'q. Bu holat qanaqadir to'g'risi noaniq holat ekan, shuning uchun bizga o'sha soliq qo'mitasiga yuqorida aytib o'tdim, murojaat qilsalar aniqlik kiritib beramiz. Lekin tekshirish jarayonida, tekshirish o'sha amalga oshirish tartibiga ko'ra shu tovarlarni olib qo'yish albatta soliq to'lovchi o'sha tadbirkor ishtirokida amalga oshiriladi va o'sha joyning o'zida demak o'sha bayonnoma, ya'ni o'sha ro'yxat asosida shakllantirilib, tanishtirilib soliq to'lovchiga va bitta nusxasini soliq to'lovchiga qoldirilib, tovarlar o'sha belgilangan tartibda olib qo'yilishi kerak.
Demak, bu tadbirkor hozir noqonuniy faoliyat yuritayotgan tartibda, demak, ularni tovarlari olib qo'yilgan. Endi bu yerda hozir savolda aniq emas ekan, noqonuniymi yoki Endi qonuniymi? bir narsaga e'tibor qaratishinglarni so'ragan bo'lardim. Darhaqiqat kollej bitiruvchisi degani bu tadbirkor degani emasda, Zafar aka. Chunki 1 yildan beri bozorda bu savdo qilgan bo'lishi mumkin, lekin soliq organiga vakillari ham bekorga uni mol-mulkni musodara qilmagan. Chunki hujjatlarda kamchiliklar kelib chiqqan. Mana shu tushunchani avvalambor fuqarolarimiz anglab yetishlari kerak deb o'ylayman. Chunki kollej bitiruvchisi bu tadbirkor degani emas. Ma'lum bir ro'yxatdan o'tish kerak, ma'lum bir tartib qoidalarga amal qilish kerak, hujjatlarni rasmiylashtirishda tartiblarga amal qilish kerak. Ana endi bir qonun buzilish holati shunda bo'lyaptiki, musodara qilingan mahsulotlar ro'yxati qaytarilganda barcha mahsulotlar yo'q deb da'vo qilishyapti. Yuqoridagi hozir aytib o'tilgan ikkita holatda ham, ya'ni agar u qonuniy tarzda faoliyat yuritayotgan bo'lsa ham deylik yoki noqonuniy tarzda faoliyat yuritayotgan holatda ham albatta o'sha tovarlar o'sha deylik sotuvga turgan tovarlar albatta bayonnoma asosida soliq to'lovchi ishtirokida o'sha joyni o'zida ro'yxat tuzilib olib qo'yiladi. Uni olib qo'yib keyin qanaqadir 10 kundan keyin 5 kundan keyin jo'natish degan narsa bo'lmaydi. Tanishib o'sha tadbirkormi yoki deylik o'sha noqonuniy o'sha faoliyat yuritayotgan qanaqadir fuqaromi albatta o'sha joyni o'zida ro'yxat asosida tanishib joyni o'zida demak kerak lozim bo'ladigan bo'lsa xolislar ishtirokida ro'yxat shakllantiriladi. Demak, bayonnomaga o'sha ro'yxatga tadbirkorning o'zi va guvohlar qo'l qo'ygan bo'lishi kerak. Qo'l qo'ygan bo'lishi kerak va tovarlar o'sha olib qo'yilgan tovarlar 100% kiritilishi kerak. Rahmat javobingiz uchun. Demak, navbatdagi savol bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Men Samarqanddan Sattarov Jamshid bo'laman. Mening savolim, bizda mahsuloti cheklangan jamiyat firma bor. Ustafiga reklama agentligi deb ochganmiz. Reklama ishlab chiqarish uchun shu guvohnomani o'zi yetadimi yo litsenziya olish shartmi? Reklama faoliyati bilan shug'ullanish O'zbekiston Respublikasining reklama to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. Tadbirkorimiz mazkur faoliyat bilan shug'ullanish uchun litsenziya emas, balki ruxsatnoma olishi talab etiladi. Chunki Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 15-avgustdagi 225-sonli qarori bilan tasdiqlangan o'sha ruxsat etish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlar ro'yxati tasdiqlangan. Mazkur ro'yxatda tashqi reklama uchun tuman shahar hokimliklarining ruxsatnomalari kerak bo'ladi. Voyaga yetmaganlar uchun dori vositalari reklamasi uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan beriladigan ruxsatnoma talab etiladi. Hurmatli tadbirkorlar, ko'rsatuvimiz yakunida shuni aytib o'tmoqchi edikki, sizni o'ylantirayotgan sohaga oid savollar bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan elektron manzilimizga o'z video savollaringizni va audio savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va albatta bugun studiyamizda ishtirok etgan barcha mutaxassislarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Siz tadbirkorlardan savol ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Keyingi dasturlarga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.